Bizning boy odatlarimiz. Men hech qachon sochimni uyda yuvmayman. Chunki sochim juda ham uzun. Salonga borib, chiroy qilib yuvdirib, uxotlar qildirib, cho'tki bo'lib olaman. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q. Boy ekansiz. Men boy bo'lmasam ham, meni boy odatlarim hech qachon uyimni yig'ishtirmayman. Har doim cleaning Bu chaqiraman. kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Endi ham shunaqa bo'ladi, lekin siz naturiy boy ekansiz. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Naturiy boy. Men hech qachon kechagi qolgan ovqatni yoki isitilgan ovqatni yemayman. Har doim sveje yoki hozir tayyorlangan ovqat yeyman. Jonkan mani. Suvchan mani. Men esa bitta vlajnini ham qo'limga, ham oyog'imga, keyin telefonimga ishlatmayman. Bittani faqat yuzimga bo'lsa ishlatib tashib yuboraman. Alloh rozi bo'lsin. O'rtoqlar, men hech qachon pulim bir tinim qolmaganda ham eng zo'r, eng qimmat kiyimlar kiyishni yaxshi ko'raman. Qarzga borib bo'lsa ham, u do'kondan bu do'konga bermasdan olib yurib, maza qilib kiyinaman. Boysiz, boysiz. Men ham shunaqamanda. Boylar. Teng pulim bo'lmasa ham qimmat restoranlarga boraman. Shunda o'rtog'imga telefon qilaman-da, kartamga pul tashlab yubordim. Boy ekansizlar. Boyvachchalar yig'ilibdi-yu. Mani boy odatlarimdan biri, как положено, har doim bizning uyda mevalar bo'ladi. Mevalarni faqat sorta voyni olib tanlab yeyman. Men hech qachon bolalarimdan qolib ketgan ostatik ovqatlarni yemayman. Tashib yuboraman просто. Uzr, hayajondan ham ketdi. Hech kim unaqa qilmaydi-yu. Boyman. Lekin bu noilalar yemas ekan. 2026-yilning eng zo'r boylari. Angren no'g'radim boylari. 2027-yilning millionershalari bo'ladi. Yana bizga o'xshagan millionerlar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Va mana shu videoni Ularga yuborib qo'ying.